Bunaqasini aniq yeb ko'rmagansiz. Biskvitdek yumshoq chiqadigan fistashkali keks tayyorlaymiz. Bismillah deb idishimizga muzdek tuxum, shakar va muzdek avaleksni solib, oppoq pishni massa bo'lgunicha ko'pirtiramiz. Ketidan quruq masalliqlarni solib, sekin aralashtiramiz. Erigan sariyog'ga fistashka pasta qo'shib, keks xamiriga solamiz. Venchikda sekin aralashtiramiz. Sariyog' surilgan, unlangan qolipga xamirni joylab, chetlarini tekslab chiqamiz. 180 gradusda qizigan pechga 1 soatga jo'natamiz. Pishganda usti qizaradi va qo'l bilan urib ko'rganda cho'kib qolmasa, keksimiz tayyor bo'lgan bo'ladi. Issig'ida qolipdan ko'chirib, ustiga oq shokoladni eritib, fistashka pasta qo'shib quyiladi. Bugungi videomiz zakazga tayyorlanadigan tartaletka bo'ladi. Birinchi bo'lib tuxumni sarig'idan ajratib olamiz. Alohida idishga un, kraxmal, vanilin va albatta shakar upasini qo'shib, bir rov aralashtirib olamiz. Xona haroratida turgan sariyog'ni olib, un bilan kroshka holatiga kelguncha yaxshilab uqalanadi. So'ng tuxum sariqlarini qo'shib, yumshoq xamir qoriladi. Tayyor bo'lgan xamirimiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xamirdan mana shunaqa yong'oq tekizvolachalar yasab olamiz. Xamirlarni tindirib o'tirish shart emas. Qolipchalarga joylab, qizigan gaz pechiga yuboramiz. Nachinkasi esa xohishga qarab, qaymoqli krem, karamel yoki menga o'xshab cho'ka kremni mikrovolnovkada 15 soniya eritib olib, unga o'simlik yog'i qo'shiladi va aralashtirsangiz, sizga tayyor nachinka. Tayyorlab ko'rib, mana atmetka qilish esingizdan chiqmasin. Rostdan aytaman, manaman degan kafeshkalardan bunaqa shokoladni, vishnyovый pirojniy topolmaysiz. Hech qachon qilmaslik uchun emas, bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rish uchun videoni saqlanib qo'ying. Shakar bilan tuxumni oppoq bo'lib ko'payguncha ko'pirtirib olamiz. Un, kakao va razrixlitelь solib bir tarafga qaratib lopatada aralashtirib olamiz. Xohishingizga qarab dumaloq yoki to'rtburchak qolipga solib olasizlar. Oldindan qizdirilgan duxovkada 180 gradusda 30 daqiqa davomida pishirib olamiz. Sovigan biskvitni ustki qismini ingichka qilib shapkasi uchun kesib olamiz. Ichlarini shunaqa qo'limizda o'yib chiqib, faqat yon devor va tegini qoldiramiz. O'yilgan xamirlarimiz ustiga sukushonka, erigan sariyog' va erigan shokoladlarni solib, qo'limiz bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Oxirida svejiy yoki muzlatilgan olcha solib, ez formasidan sekanstali bilan aralashtirib olamiz. Tayyor nachinkani biskvitning ichiga yaxshilab presslab joylashtirib chiqamiz. Olchani xohishingizga qarab kamroq so'sanglar ham bo'ladi. Ustidan shapchkasini yopib, ganajini tayyorlab olamiz. Pyurimilkini, muzdekini, slivkasini ustiga eritilgan shokolad solib, yaxshilab ganaj tayyorlab olamiz va bir tekis qilib chetlari bilan surib chiqamiz. Ustini xohishga qarab bezatib, ertalabgacha xolodilnikka joylashtiramiz. Tayyorlash jarayonida svetimiz o'chib qolib, sizlar uchun videoga olishni davom ettirdim. Mehringlarni ayamizlarga umiddaman. Mana buni haqiqiy dangasa midovitsa bo'ladi, ishonmaysizmi unda oxirigacha. Qiynalib xamir qormasdan, to'rga bo'lib yoymasdan 2 qavatni o'zida ham ballangina midovi tayyorlaymiz. Gazni yoqamiz, asalga yarim choy qoshiq sodani solib yaxshilab aralashtiramiz. Xuddi shunaqa qizg'ish rangga kelganda mazali sariyog'ni solib, sariyog'i eriguncha aralashtirib gazni o'chiramiz. Alohida idishda shakar bilan tuxumni venchik yordamida yaxshilab aralashtiramiz. Xususda sodani o'ldirib, tuxumli massaga qo'shib aralashtirib, ketidan asalli massani quyib, yana yaxshilab aralashtiramiz. Elangan unni solib, quyuq kasha holatiga keltirib, teng 2 ga bo'lib xolodilnikka yuboramiz. Xohlasangiz yarim soat, bemalol bo'lsangiz 1 soatdan keyin xolodilnikdan olib, sariyog' surilgan listga yoyib tekislab pishirib olamiz. Zavarnoy kremni ham, qaymoqli kremni ham o'xshata olmayman desangiz, aynan shu kremdan tayyorlab ko'ring. Ikkalasi ham muzdek holatda smetana va skushonka shunchaki venchik yordamida aralashtiring, tayyor. Yumshoqqina ishib, pishib chiqqan korjlarni chekkalarini tekislab kesib olamiz. Kremni teng yarmini solamiz, tayoqcha yordamida hamma joyini teshib chiqamiz. Ustidan ikkinchi korj va qolgan kremni suramiz. Chekkasidan chiqqan korjlarni maydalab ustiga sepib olamiz, tayyor. Chetgacha ko'rgan bo'lsangiz like bosib saqlab oling, yaqinlaringizga jo'natib, menga obuna bo'lishni unutmang. Do'kondan un top bersangiz hammasini maza qilib yeb oladi, lekin tvorog yeymaydigan bolajonlar uchun bizga bor yo'g'i 4 ta mahsulot kerak bo'ladi. 5 yoki 9 foizli tvorog, mazali skushonka va sariyog'ni solib yaxshilab blender qilamiz. Agar sizda blender topilmasa, kartoshka ezadigan bilan yaxshilab ezing. Tabimizga qarab eng yaxshi ko'rgan shokoladimizni suv hammomida yoki mikrovolnovkada eritib olamiz. Erigan shokoladimizni biroz ko'paytirish uchun 1 osh qoshiqda o'simlik yog'ini solib yaxshilab aralashtiramiz. Shokoladni maxsus silikon qoliplarga solib, xuddi shunaqa har tomoniga surib chiqamiz. Muzxonaga qo'yamiz va yaxshilab qotgandan keyin tvorogli nachinkasini solib, ustidan yana shokoladni ayamasdan quyamiz. Xohishga ko'ra ichiga varyonniy skushonka yoki-da malinali jem solsangiz ham bo'ladi. Tayyor bo'lgan siroklarni yana qotirish uchun muzxonaga 20-25 minutga jo'natamiz. Bu ta'mni do'kondagi hech bir sirokdan topolmaysiz. Like bosib saqlab oling va yosh bolasi bor tanishingizga albatta jo'natib qo'ying.